Qahramon Uyg'ur qizining asli ismi Cho'lpongul. Qari qash, qari ko'z va nazik badanlik bu qo'shoqchini xalq Nazgum deb atab olgan. 1826-yili Qashqar xalqining Xitoy Manjur bosqinchilariga qarshi ozodlik kurashiga bostirilgandan keyin Manjur xoni Duvang qo'zg'olonchilari Qashqardan iliga surgun qilgan paytda Nazgum shularning qatorida edi. Nazgum guldak chiroyi bilan Manjur amaldorining ko'ziga tushidi. Dushmanga tiz bukmagan irodalik qiz to'y kechasi amaldorni o'ldirib qechib ketidi. Katman tog'lardan pana topgan Nazgum oxiri dushman qo'liga elindi. O'lim jazosiga hukm qilingan Batur Uyg'ur qizi o'lim oldida qaddi mardonlarcha tutib bor yo'qi 19 yoshida alamdan o'tidi. O'zining qo'shoqlari bilan elni uyg'otib, yosh umrini qurbon qilgan qahramon Uyg'ur qizi dillarda daston bo'lib adabiy yashig'isi. Nazgum qo'shoqlardan: Yamg'an oyoq suv kechdim, tog'ning suyini ichdim, chidolmay qalmoq zulmiga aziz jinimdan kechdim. Tog'dan tushdi 4 atliq, 4 tilsi bo'z atliq, 4 tilsining ichida mening akam sumpatliq. Atamni men seg'indim, anamni men seg'indim, tirikmikin shu dadam xabarini bilmadim.